Yumshoqqina, do'mboqqina bu keks retseptini har bitta chaqqon kelin bilish kerak. Qaynonangizga ham обязательно yoqadi, chunki uyingizda qatiq va 3 ta tuxum bo'lsa bo'ldi. Bu pirog tayyor. 5-10 minutda shunday hammasini aralashtirib gazga solib qo'ysangiz bo'ldi. Bemalol boshqa ishlaringizni qilaverasiz. Agar qatig'ingiz achib qolgan bo'lsa, qo'rqmang, baribir o'xshaydi. Shunaqa videoda ko'rib turganingizdek hamma narsani aralashtirib, qatiqqa soda solib qo'shib olamiz. Ketidan o'simlik yog'i ham qo'shiladi. Boshidan kattaroq idishda boshlaylik, chunki men sal kichikroq idishda qilib qo'yman. Aralashtirishga noqulay bo'ladi. Un va yana bitta qoshiq to'la razrixlitel qo'shib olamiz. Massamiz shunaqa suyumas, quyumas, o'rtacha bo'lish kerak. To'liq retseptni описаниеda qoldiraman. Bu keksga yong'oq solmasdan ham pishirsangiz bo'ladi, lekin yong'oq bilan shunaqa zo'r chiqishadi. Endi eng muhim joyi bu keksimizni oldindan qizdirilgan 150-160 gradusda 40-45 minut davomida pishiramiz. Va ham yonbop, ko'ngilga tegmaydigan keksimiz ham tayyor. Bu videoni chaqqon kelinlarga yuborib qo'ying va sahrangizni chiqib oling. Va like bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.